Sizlarga a'lo sifatli urug'larni taqdim etish uchun fito urug'larining har bir partiyasi 3 ta majburiy sifat nazoratidan o'tkaziladi. O'sish kuchi nazorati, kasallik nazorati, genetik nazorati. Birinchi bosqichda har bir partiyaning hamma urug'lari og'irligi va o'lchamiga qarab kalibrovka qilinadi va bir qancha lotlarga ajratiladi. Standartga to'g'ri kelmagan urug'lar olib tashlanadi. Barcha urug'lar bir vaqtda va bir xil quvvat bilan unib chiqishini tasdiqlash maqsadida har bir lot namunalari maxsus fito ko'chatxonasida ekiladi. Sinov natijasini tasdiqlash uchun ko'chatxonaning ichidagi havo harorati ekstremal sharoitga, ya'ni past va yuqori haroratga moslashtiriladi. Keyingi bosqichda har bir partiyadan olingan urug'larning katta qismi ELISA test yordamida kasallik nazoratidan o'tib, biz ushbu partiyadan urug'lar virusga chalinmaganligini tekshiramiz hamda bakterial kasalliklarning yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun urug'lar yuqori namgarchilik va yuqori harorat ta'siridagi mikrobiologik muhit va molekulyar marker test sinovlaridan o'tkaziladi. Genetik nazorat molekulyar marker bo'lakchalari yordamida ushbu duragayning nasli toza ekanligini va ota-ona urug'idan duragaylashtirish jarayoni to'g'ri sodir bo'lganligini tekshiradi. So'ng esa yangi duragay genotipi uning asl kelib chiqqan ajdod nav urug'lariga solishtiriladi va navning tozaligi tasdiqlanadi. Urug'lar tirik organizm bo'lib, ular doimiy maqbul harorat va namlikda saqlanishi kerak. Fito urug'larini saqlash uchun sifat nazoratiga alohida ahamiyat berib, ularni manzilga xavfsiz va tez yetkazish maqsadida eng yaxshi logistika yo'llarini topishga harakat qilinadi. Bizning majburiyatimiz ilmiy izlanishlar, xizmat ko'rsatish va kafolatga asoslanadi. Fito urug'lari siz uchun.